Hamdam Sobirov muxlislar bo'lsa, yaxshilab joylashib, bu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Mana qasr uyga qaranglar. Hamdam Sobirov uyga bugun sizlar bilan birgalashib sayohat qilamiz. Kirib kelar ekanmiz, bu yerda basseynlarimiz, yozgi oshxonalari, mana shunaqa oila davrasida o'tiradigan stol-stullar qilingan. Landshaftniy zonaga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Navis ostida bemalol ikkita mashina sizda, tashqari tarafda naq 4 ta mashina sig'adigan parkovka qismi bor. Uyimizda 4 etaj 850 kvadrat yashash maydoni. Yaxshilab joylash, yoniga limon joy qo'yib olinglar. Birgalashib bu qasr uyga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning birinchi etaji, ya'ni kirib kelish hol qismi. Hol qismiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Patologlari kattagina, kengina, katta panorama oyna, ishlatilgan mebellar premium segmentga tegishli. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizning oshxonasi bor. Mana shunaqa razrejni oynalar, ya'ni ovqat qilganingizda hidi chiqmasligi uchun. Oshxonani ham ko'rasizlar. Ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxona ham juda ham keng qilingan. Bu yerda ham ko'rayotganingizdek kattagina panorama oyna qo'yilgan. Ana endi kelinglar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, gostivoy sanuzel bo'lyapti. Shuni yonida mana shunaqa birinchi etajimiz uchun ajratilgan spalniyamiz. Shuni yonginasida sanuzellari ham bor, kattagina oynalari ko'rasizlar. Ana endi bu uyimizning mehmonxonasiga yo'l olamiz. Uyimizda 4 etaj, полностью теплый pol qilingan. Har bitta xonada теплый polli datchiklar o'rnatilgan. Marhamat, mehmonxonani ko'rasizlar. Bu yerda ham premium kачестводagi mebellar ishlatilgan, ko'rasizlar. Juda ham chiroyli. Tanlangan ranglarga o'zingizlar baho berasizlar. Niyat qilganlar shu joyda bitta yuracham bosib qo'yamiz. Ana endi mana теплый pol hozir 28 gradusda turibdi. Ko'rasizlar, har bitta xonada mana shunaqa теплый polli gradusniklari bor. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning ikkinchi etaji. Ikkinchi etajimiz naq 4 ta spalniy, to'g'ridan to'g'ri balkonga chiqish uchun eshiklar joylashtirilgan. Koridorni ham ko'rasizlar, kattagina. Kelinglar, birinchi bu mana shu master spalniydan boshlab ko'rsatib beraman. Mana shunaqangi kattagina xonamiz, bu yerdan balkonlari bor, o'zining ichida sanuzellari bor. Tanlangan ranglarga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar, juda ham chiroyli. Mana shunaqangi oynaga o'zingizlar ertalab tarab sochinglarni ishga ketaverasizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, buni o'zi xohlovchi odamlar xolasa spalniy o'rnida foydalansa ham bo'ladi. Xolasa bitta gostivoy dam oladigan, ana bo'ladi-yu, kabinet qilib qo'yadi-yu odamlar. O'shanaqa o'rnida foydalansa ham bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimizning sanuzellari joylashgan, ya'ni umumiy mana shu ikkinchi etaj uchun ajratilgan va yana bitta xonamiz o'zining ichida sanuzellariga ega. Qaranglar, ranglarni qaranglar, juda ham sochni tanlangan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, yana bitta shunaqa detskiy. Detskiy degani bilan ko'rasizlar, xonaning razmeri juda ham katta, shkaflar o'zini hamma sharoitlari qilib qo'ygan. Ana endi sizlar bilan bu uyimizning 4-etaj, ya'ni mansarda qismiga ko'tarilamiz. Mansarda qismiga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Har bitta zinantigida mana shunaqangi patsentlik, bu juda ham katta plyus, ya'ni uyimizning asosiy chirog'idan foydalanib o'tirmaysizlar. Qaranglar. Bolalaringlar bo'lsa mazza qiladi deb o'tdi. Hamma sharoit qilib qo'yilgan. Xo'p, ana o'yingohda ko'rasizlarmi? Batutdan tortib kachilarga gap yo'q. Niyat qilganlar inshaalloh bitta yuracham bosib qo'yamiz. Podvalga to'xtaladigan bo'lsak, jakuzi, saunalari ham bor. Ya'ni olgan odam xolasi trenajyorniy zal, kinozallar ham qilib qo'ysa bo'ladi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar podvalni. Xo'p, manzilga to'xtaladigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek rayoni Salkoskida joylashgan. Salkoskida mana shunaqangi hashamatli uy olmoqchi bo'lgan do'stlarga bu videoga bitta like bosib, tez o'ziga yuborib qo'ying.